Allohga shukr, bizni Ilhomboy mashina bozorchamiz tashkil bo'lganidan beri juda ko'pchilikni mashinali bo'lishiga sababchi bo'ldi. Bundan xursandmiz doim. Ko'rib turganingizda har xil mashinalarimiz qo'ldan kelganicha bor. Bilasizlar, mashina bozor faqat yakshanba kuni bo'ladi. Bizda har kuni savdo, xudo xolasa, soat 8 dan soat 10 gacha kechki payt. Savdoda yigitlarimiz tayyor. Hujjatlarni ham shu yerda rasmiylashtirib beramiz, hattoki. Biz nafaqat mashina olamiz, xudo xolasa mashinangizni olib keling, sotmoqchi bo'lsangiz naqd pulga sotib olamiz. Lekin shu yerda sotamiz, keyin oz-oz qarab. Maqsadimiz ko'pchilikni bir mashina bo'lishiga sababchi bo'lish. Maqsad pul topish, bu ochiq oydin sotib olamiz. Xohlasalar buni yashiradigan joyi yo'q. Mashina purish bilan, hatto biz bilan minuvchini o'rtasida ma'lum bir miqdorda summa raznica qiladi. Chunki pul tikamiz, olamiz, sotamizda. Xohlovchilar, bizni baho qilib olgan narximiz ma'qul kelmasa, bozorchamiz har kun ish vaqti bo'lganligi uchun biz baho qilgan mashinangizning narxi ma'qul kelmasa, olib kelasiz, bemalol sotib berish xizmatlarimiz ham bor. Lekin biz naqdga sotib olgandan ko'ra biroz qimmatroq bo'ladi. Endi bir yashiradigan narsa emas. Mashina olib sotuvchi bilan minuvchini o'rtasida ma'lum bir miqdorda narx summa raznica qiladi-da. O'sha narxda harakat qilamiz, ko'nglingizni olishga, xursand qilishga. Maqsadimiz faqat pul topish emas, insonlarni rozi qilib, qo'ldan kelganicha bir kayfiyatini ko'tarib, bir nimagadir erishishiga sababchi bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Shunga xohlang sotib oling, xohlang olib keling, sotib olamiz, xohlang pulimizni hisobimiz chiqmasa, sotib berish xizmatimiz bor. Bozorchamizga qo'ying, xudo xolasa yigitlarimiz doim savdoda tayyor. O'zim Ilhomboy shaxsan sheydaman, xudo xolasa savdo qilib berishamiz. Dokumentallik bo'lsa, hujjatlari joyida bo'lsa, doim xizmatdamiz. Biz manzilimiz Namangan shahri Promzonani boshlanishda, shahar pojarniy komandan chiqishda ko'pchilik bilishadi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, doim xizmatdamiz. Pastda raqamlarni ko'rsatib o'tganmiz.